Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana 30 yil tibbiyot tajribamga asoslangan holda va bemorlardan olingan natijalarga asoslangan holda sizlarga shunaqangi mo'jizaviy 189 ta giyoh konsentratini sizlarga tavsiya etmoqchiman. 189 ta giyoh konsentrati o'z ichiga 250 xil makro mikroelementlar, vitaminlar, inson organizmini hujayralarining ozuqasi bo'lib, inson organizmini tozalovchi ksanton va uni energiya berib modda almashinuvini kuchaytiruvchi ubiquinon, koenzim Q fermentlardan iborat. Mahsulotimiz asosan inson organizmi hujayralarining ozuqasi hisoblanadi. Inson organizmining hozirgi kunda tabiiy mahsulotlar bilan to'yinmayotgani hisobiga hozirgi mana zamonimiz rivojlangan sari, texnika rivojlangan sari organizm tabiiy mahsulotlarga, tabiiy to'yinishga juda muhtoj bo'lib ketgan. Mo'jizaviy mahsulotlarimiz bosh miya faoliyatini modda almashinuvini kuchaytirib, inson organizmiga tug'ilgan yosh boladan keksalargacha bemalol berish mumkin. Hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q. Inson organizmini xotirasini tiklashda, charchoqni olishda, ko'rish, eshitish qobiliyatini kuchaytirishda, ovqat hazm sistemasida, nafas olish sistemasida, buyrak ajratish sistemasida, mushak, suyak sistemalariga juda katta samarali yordam beradi. Mahsulotlarimiz oshqozon osti bezi faoliyatini, ish faoliyatini normallashtirib, oshqozon osti bezi orqali kelib chiqadigan sahrli diabet, qandli diabet deymiz, insulin ishlab chiqarish faoliyatini ishga soladi. Mahsulotlarimiz buyrak ajratish sistemasida, buyrak sanchiqlarida, buyrak tosh kasalliklarida, buyrak yetishmovchiligida, buyrak shamollashlarida va boshqa buyrakka xos bo'lgan kasalliklarda juda katta samarali yordam beradi. Bazamlarimiz jigar faoliyatiga juda shunaqangi samarali foyda beradiki, gepatit har bir turida, jigar sirrozlarida juda katta samarali yordam beradi. Mo'jizaviy bazamlarimiz erkaklarda bepushtlikni oldini oladi. Sidik ajratuvchi organlarda shamollash, prostata bezini shamollashida, unday kelib chiqadigan har xil noxush holatlarni oldini oladi va prostata bezi rakini ham samarali davolash xususiyatiga ega. Balzamlarimiz ayollarimizda bepushtlikni, ayollarda hayz siklini, ayollarda bo'ladigan eroziya holatlarini, klimaks davridagi holatlarni samarali davolash xususiyatiga ega. Tayanch funksiyasidagi poliartrit, artrit va boshqa suyak kasalliklarida juda katta samarali yordam beradigan balzamlarimiz. Yosh bolalarni o'sib rivojlanishi, eslash qobiliyatini tiklanishi, duduqlanish, kechki enurizlarda va boshqa bolalarda uchraydigan ko'pgina kasalliklarda juda katta samara beradi. Balzamlarimiz yosh bolalarga tug'ilgan chaqaloqdan o'smirlargacha bemalol berish mumkin. Bolalarda tug'ruq jarayonida kechadigan har xil holatlarda, tug'ruq travmalarida bolalarning o'sish qobiliyati, ularning rivojlanish jarayonlarida juda katta samara beradi. O'spirin yoshlarda duduqlanish, eslash qobiliyatining yo'qolishi, xotirani yo'qolishi va boshqa bolalarda uchraydigan har xil kasalliklarda samarali yordam beradi.